Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bunday dehqondan mol so'ragan hojonalarimiz bor edi-ku. Sutin zo'r bo'lsin. 15 ta, 10 ta suti bor mollardan bo'lsin deb mendan so'raganlar bor edi-ku. Bolasi buqasidan bo'lsin, mol gigant bo'lsin, yosh bo'lsin deydigan akalarim bor edi-ku. Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'ida bir akani xonadonlarga kelganmiz. Akalar, 2026-yil 25-may sanasida turibmiz. Mollarni bir qator obzor qiladigan bo'lsak, birinchisini boshlasak, akalar, birinchi bola. Birinchisiga buqa bolalik, molli chishi 6 ta ekan. Nechinchi bolasi aka bu? Bolasi 3-bola. Mana shu 3-bolasi. 2 oylik qochib qolgan. 2 oylik qochib qolgan. Malades. 2 oylik qochib qolgan. Molli bo'yini o'lchadim, bilasizlar. Doim o'lchab chiqaraman. 132, 133 chiqyapti, 130 plyusga olasizlar. Nech litr sutga aka javob berasiz? Misol uchun biz YouTube'ga qo'yamiz. Aka 10 litr sutga javob. Misol uchun qo'yamiz, bozorda uncha deydi, lekin YouTube'ga qo'yilgandan keyin aytilgan gapga javob bo'lish kerak. Ishonmasangiz hozir mana sog'ib qo'ydi, hozir paqirda kurs sutini ham qo'shlatib berishim mumkin. Bo'ldi. Qancha sutga javob deyapsiz? 10 litr erta-kecha. 10 litr sutga javob deyaptilar. Bolasi buqi 3-bolasi 130 plyusda molli bo'ylari, lekin holati molli o'ta ideal, zo'r. Sal qorong'iroq bo'lib qolgani uchun joylari ham tor ekan, olib chiqish imkoni bo'lmadi. Akalar pryamoy dehqondan chavrlari ham aytilibdi. Aka sog'dirishlarichi buni? Molli qarang. Aka sog'ib qo'yilaveradi mol. Bo'ldi. Sog'dirishlari zo'r ekan. Mol o'ta gigantidan ekan. Endi bunga aka bozordan maxsus narxi yopishtirib ayting. Unaqa oldi qoshda gaplarni gapirmang. Bo'ladigan gapni gapiring. Shtobi obunachi oladigan bo'lsin. Bu yerda ko'p ham bozordan olmaydigan, YouTube'dan oladigan obunachilar ko'p. Realni narxlarini ayting. Unaqa 35 deyapmiz, yana aka yengillatib beramiz. 35 emas, 34 beradi. 34 ga yengillatib berasiz. 34 ga xudo xolasa. Ha, kamini qilib berasiz. Ichida hamma narsasi, mana balasi ham novvatchi. Balasi buqa ekan. Akalar, pryamoy dehqonda mana orqalarini ham tekshirtirib qo'yaveray mana. Pryamoy dehqonda akalar, u oldi qoshda gap bo'lmayapti. Dehqondan haqiqiy arzon 34 million, lekin mol arziydi, lekin kamini qilib yetib berasiz aka, xudo xolasa. 7 ishtisiga, molli sog'lomligiga, hamma joyiga javob, garantiya. Xudo xolasa bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Jonini qarang molli. Endi men bunisi ham boshqa tema ekanda. Bo'ylari 125 ta, oshiq 130 kelib qoladi akalar. Tishlari 8 ta. Tagi ham dunyo ekan. Kechijanob. Hozir xolis-ollo ayollari sog'ayib turgan ekan, sog'may turing, syomka qilib olay deb o'shadan ketkizib yubordim. Sog'ayib turgan ekanlar, akalar moli, lekin sutga javob deyaptilar. Aka, nech litr sut beradi? Bu 7 litrdan 14 litr suti bor ekan. Har kun bozorga 2 mahal boradi, xudo xolasa. Mana squash molliginisi ham mana. 14 ta sutga javob, ha? Mana. Squash. Mana. Bo'ldi aka. Ishani 14 litr sutga javob qilasiz bunga. 14 litr. Moli holati o'ta zo'r. Qornida esa nima, qisirmi, bo'g'ozmi? Aka buni novosga qo'yib qo'ydim. Inshaalloh xudo xolasa qochib qolgan. 3 oylik bo'ldi xudo xolasa. Bunga 3 oylik, narginga 2 oylik bo'ldi. Xudo xolasa akalar, mana 3 oylik qo'lingiz bilan qo'ygansiz, ha? Hijolati yo'q, xudo xolasa. Montajlargacha hamma narsasi kapolojdan aka olingan. Bo'ldi. Mol o'ta ideal akalar. Pryamoy dehqondan shoshilib ulgurib qolamiz. Haqiqiy molli gigantlaridan qo'yib qo'yibdi. Molli zo'rlari haqiqiy akalar. Nima deyapti? Aloqaga chiqsa, akalar ham bola buqa, ham qonida bilan, ham yonida 3 boshlik so'raganlar bor edi-ku. Lekin arziydi akalar, 34 millionga yengil narx aytdi. Boshqa joylarda 50 million, 40 million deb olyapti. Mol kichkina mol emas, lekin bolasi buqa, onasining bo'ybaslari zo'r. Tag zo'r, suti zo'r, sutiga javob, yeb ichishga javob qilaman deyaptilar. Xudo xolasa inshaalloh aloqaga chiqib 24 ga yetib qo'yilgan raqamlarga aka o'zingizni nomeringizni qo'yib qo'yaman. Aloqaga chiqib sotib olaverasizlar. Dehqon ham yonimda turibdi, prosta videoga chiqishga sal hijolat qildi. Videoga chiqarmasdan o'zim olishga majbur bo'ldim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ekran ortida ko'rishguncha.